Uchxonaga Yunusobod 4-kvartalga kelganman. Bellur sezamiz. Shundan orqasida bellur 9 etажdan orqasida g'ishli 3-etaj chiqqan 2 ga 6 balkon, 56 kvadrat remontlar anaqasi, yarki remontlar bo'lgan. Bu yerga kiraverishimiz. Mana bu yoq koridor, hammom, tualetlar bu planirovkada mana alohida ko'rsanglar bo'ladi. Mana bu yog'imiz mana hojatxona, mana bu yog'imiz mana vanna xonasi. Mana bu xona o'zi teg oshxona bo'lgan. Mana bu bitta eshikni rom qo'yib olsanglar, bitta detskiy qilib 3-xonani qo'yib olsanglar ham bo'ladi. Endi sizlarga mana zalni ko'rsataman. Keling bu yoqqa mana. Bu yog'imiz zal. 315 ga 520 zal, bunday chiroyli remontlar bilan, gilam bilan pardalar qo'yapti. Yana mayda-chuyda nimadirlar qoladi. Mana bu yog'imiz mana spalni. Romlar almashgan, santexnikalar almashgan, elektrga xullas sveji yangi deb bo'lib turibdi. Endi mana bu yoqqa kelamiz. Balkon 2 ga 6 mana. Eng qiziq joylari mana shu balkonlari, mana katta keng oshxonani mana balkonga olib chiqishgan. Bemalol bu yoqda tayyorlab, shu yerda yeb ichib o'tiradigan joy, mana bunaqa uzun romli ketgan, yorug', chiroyli, havo aylanadigan uy. Xullas 56 kvadratmi, 56 dan ozgina oshuroq, kadastr hujjatlari hammasi joyida bo'lgan uyi. Egalar narxini 74,5 ming so'rashyapti. Ozgina kelishadigan joyi bor. Pastki nomerga aloqa chiqinglar, tamom.